Hammaga salom qizlar, bugun bilan ertalabki o'qit. Menga o'xshab, ishga, o'qishga, ko'chaga make-up qilib chiqadigan qizlar uchun faqat tenki bu yuzingizni toza qilib bermaydi 100%. O'sha uchun haftada bir marta yoki ikki marta mana bunaqa balzam, sherbet, balzamli varianti kremli bunaqa bo'ladi. Bundan bu yuzingizdagi kremlarni o'ralashga yig'ib bo'ladi. Terini ushlashga yordam beradi bu. Men bundan ko'proq ishlataman. Peelingim oyda 2 marta qilib turaman. Odatda haftada qilsa bo'ladi. Ko'proq shundan foydalanaman. Haftada 2 marta yuzimni tozalab turaman. Ko'rasizlar. Men mana ekan. Bunga xohishga ko'ra, xohlasani penkada tuzilib, xohlasani tuzilmasani ham bo'laveradi. Bu 2 tablet chiska qilgan yaxshiroq. Mana yuzimni yuvib, quritib oldim. 3 soat keyin qurishga boshladi. Men ham bilaman, burnimda tomirlar bor. Mayda tomirlar. Qizish. Toner. Men toner shunaqa idishga kuyib olganman. Bu roundlab toneri. Bu toner menimcha hamma yuzga tushaveradi. Bu faqat namlantiruvchi, tinchlantiruvchi. Vitamin C. Vitamin C ni ertalab ishlatgan yaxshi. Sababi ertalab ishlatsangiz mana quyoshga chiqasizlar, quyosh krem surtib, shu effekt yaxshiroq bo'ladi kunduzgiga, kechasiga nisbatan. Retinolni kechki payt ishlatgan yaxshi. Kunduz ishlatib bo'lmaydi retinol. O'shaning vitamin C ertalab, retinol kechki payt. Xodinada bo'lsa, shunaqa qilsangiz bo'ladi. Vitamin C li vitamin C yuzda yaltiroq effektdan beradi. Mana ko'rasizlar. Yuzni yaltiratadi. Keyinchalik ham mana shunda qolishiga yordam beradi. Vitamin C ni ishlatganingizdan keyin bitta defekt sezib qolmaysizlar. 3-4 haftada sog' ochiladi. 2 oyda yana sog' rezultatini sezasizlar. Uni bu glow effektini beradigan krem. Menga shu o'zi yoqib bir kutib berdi. O'shanga shundan ishlatamiz. Ko'zlar ozgina tonalga effekti bor. Bu tonni bir xil qilib beradi, lekin yuzingni oqshaytirib yoki nima qilib qo'ymas ekan. Ko'p ko'rdimmi kino? Bu yerga sut to'g'ray ortgachasin. Ko'p ko'raman. Mana shu rus yoqdi, rus yumshoq. O'zlarining yuzini olib ketaman. Bu narxi ham nega ko'kka 3-4 barobar qimmat edi. Nega oddiy ko'kka Daiso'da 1000 won, 2000 won bo'lsa, bu Aliyanda 6000 wonda. Shunga menga mana shu shekilli mana shu kestirsa rus yoqadi, men qanaqa qildim? Mishni kim qaysi blogerni ko'rib yoqtirib qo'yib, qidirib sheyindan olgan. Unda qilib surtsana yuzingdan cho'zunchoq qilib ko'rsatar ekan degan uchun shunaqa surtib ko'rdim. Bu rosa ko'pda. Unda qilsana kontur. Yuzingdan kichkina ko'rsatadi. Bu kattalarmada kestirgan, mana shu kestirlar ham foydalanish tartibi bor. Hamma kestirgan o'zini nimasi borda, ishlatish tartibi bor. Ko'zga, qoshga men ham shu kosmetika qiziqishim boshlaganimdagi kestirgan tanlash olgan. Bu kontur uchun, bu kichikroq yoqlarga yuzdagi kontur uchun boshqachasini ishlatardim. Hozir shundan foydalangim keldi. Men asosan konturga mana buni ishlataman. Kontur deydim. Bu nimalarda? Buni rumiyaga ishlasa bo'lardi. Men lekin rumiyaga men ishlatgim keldi. Ajoyib. Rumiyaga uchun mosda tushdi. Qo'sh bo'lgan effekt sezmaysizlar deydi mo'g'risdan ham. Qo'sh bo'lgan to'g'ri bo'yalsangiz shunaqa ekan. Tabiiy qo'shga o'xshab. Bu bo'lgan emas sezdirishim kerak. Endi qashim tagini mana bu qalamda chizib olaman. O'shanda qashina yarq sezilib turadi. Bizda salonchilar ham bir sana ishlatadi. O'sha effektni sezasizlar. Yaqqol qashina ajralib turadi. Blogerni ko'rib qoldim. Balki ko'rgandirman, lekin men ko'rmagandim-da. Bu tonalkalik, ko'zingni tagimda surib olib, ustidan yaltirib qo'yibsan, mana bu ishni. Joyldiradi. Ko'z tagiga ham chizdik. Endi bu ko'z tagiga ana to'qroq qalamda ham chizib qo'yamiz ozgina. O'shanda ajralib turadi. Bunday qilib qo'ysana. Ozgina nechni. Menga teng qo'yganim o'ta sezilarli bo'lish shart emas. Menga mana shuni nechni
Keska chizish bilmaydiganlar kiprigina tugaydigan joy bor, shu joydan boshlab chiqarasizlar. Всё. Nijniy yuzi yig'ilib qolmaydigan, misol quruq yuzlarcha zo'r highlighter ekan mana shu. Stickli dedim. Mana shu sheglemik. Xo'sh, endi menda bundaqa yaltiroq buni kechagina cho'kab kesib qalay chiqibdi. O'zi bir tik o'sib qolgan ekan, keyin bir tik qilib kesib oldim. Endi o'zim bitta fenlab qoldik. Meni yaxshi ko'rsin, xayr.